Agar eski boylarning uyiga kirgan bo'lsangiz, bilasiz, devorlarga, fasad qismlariga mana bunaqa otlarni, sherlarni, hayvonlarni rasmini chizdirib tashlagan bo'ladi. Ko'rganda vobshe mazza qilib olasiz. Agar siz ham uyingizni remont qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa boylarning uyini effektini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga PVX panellarni yomonlarini olib kelib qo'yganman. Ko'ryapsiz, Decomatic firmasiniki 3D variant bo'ladi. Xullas, bo'yi keladigan bo'lsa 3 bo'ladi, eniga bo'lsa 120 bo'ladi. Xuddi shuni uyingizga olib borib, xohlang fasad qismingizga ishlating, xohlang sanuzingizga, xohlang oshxonangizga, libo joyingizga ishlatsangiz bo'ladi. Buni har xil variantlari bor. Endi qaranglar, agar men buni hovlingizga olib borib, fasad qismingizga ishlatadigan bo'lsangiz, xullas, issiqqa chidamli, sovuqqa chidamli suvni bemalol ko'taradi. Xullas, yuvib ishlatsanglar ham bo'ladi. Yuvayotgan paytingizda faqat qirib yuboradigan narsa bilan artmasanglar bo'ldi. Xullas, 15 yilga chidab beradi. Quyoshda turib qolmasa bo'ldi. Xullas, menimcha bosib yuboradigan joyi. Men sizga hozir har xil variantlarni ko'rsataman. Bitta ko'rasiz, undan keyin yoqadigan bo'lsa, bosib yuborasiz. Keladigan joyi, bosib yuboradigan joyi, Chinoz bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Do'konimizni eslatib o'taman. Chinoz shahar, Dehqon bozorining yonginasida joylashgan, pastda nomer murojaat qilasiz.